Assalomu alaykum aziz tengdoshlar. Men bugun sizlarga turk adibi Ahmad Lutfiy Qozonchining O'gay ona asari podkastini taqdim qilaman. Men Ahmad Lutfiy Qozonchini Saodat asri qissalari orqali taniyman va Qozonchining shu asari bilan ijodiga mehrim tushgan. O'gay ona Yo'ldosh Eshitbek tarjimasi. Biz bu asarda 3 yoshli bolakay Ismoilni yetim qilgani, o'gay onani qilgan zulmlari, 19 yoshli qo'shni qizni unga qilgan mehribonchiliklarini ko'rib o'tamiz. Bu asar har qanday insonni tubdan o'zgartiradi. Men bu asarni farzand tarbiyalayotgan har qanday insonga tavsiya qilaman. Asarda bir yetimga qilingan zulmlar ikki bolani yetimlikdan saqlab qolishga poydevor bo'ladi. Ikki yetimga onalik qilgan Fotima qilgan ishlari, mehribonchiliklari har qanday insonni qalbidagi mehr uchqunlarini alanga oldiradi. Asarning bosh qahramoni bo'lgan Fotima yosh bo'lishi, onasining qarshiligiga qaramay, Alloh roziligi, sabr yomg'ir ostida qolishini o'ylab, ikki farzandli xotini vafot etgan Odilbekka turmushga chiqadi. Odilbekni tubdan o'zgartirishga, Qur'onni yod olishiga sababchi bo'ladi. Ikki bolakay o'gay ona qo'lida o'sayotganligini hatto sezmaydi ham. Fotima ikki yetim farzandligini faqat o'zining qizi Samiha, qo'shnisi Ismoilga, Husaynning sinfdoshi, o'gay ona qo'lida o'sayotgan yetimlik degan og'ir yukni ko'tarib yurgan Yilmazga ham ona mehrini berishni yaxshi uddalaydi. 3 farzandlariga ham yetimlikni ko'rgan inson taqdiriga yozilishini, yetim bolalarning ko'ngliga bilib bilmay ozor berib qo'ymaslikni, kundoshi xayriya haqiga qilgan duolari qabul bo'lishini tunu kun Xudodan so'raydi. Bu asar har qanday insonning qalbining tubida yotgan mehrni uyg'otadi. Farzandlariga bo'lgan munosabatda bu muomalasi o'zgaradi. Ma'naviy ozuqaga boy, estetik tarbiya uyg'unligiga ega bo'lgan asardir. Men bu asarni sizlarga ham o'qishni tavsiya qilaman. Zero bu asarni o'qib tubdan o'zgarishingizga sababchi bo'ladi. Shaxsan men bu asarni yig'lab o'qiganman va bu asardan ma'naviy ozuqaga ega bo'lganman. Zero bu asarni o'qiganingizga afsuslanmaysiz. Vaqtingiz bo'lganda albatta mutolaa qilishingizni tavsiya qilaman. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.